Assalomu alaykum aqlli katyol obunachilari. Mana bugun biz sexga kelganmiz. Ponni katyollarimizni obzor qilib bergani kelganmiz. Xo'p, aqlli katyol so'rayotganlarga katyollarimiz terib qo'yilgan, cheklanmagan miqdorda bor katyollarimiz. Katyollarimizga to'xtaladigan bo'lsak, bu 150 kvadratli katyolimiz bo'ladi. Sutkasiga 50-55 kilo rasxod qiladi. Bitta zapravkasiga 30 kilo sig'adi. 30 kilo sig'adigan bo'lsa, qirg'izni belolma ko'miri bo'lsa 16 soat, angren ko'mir bo'lsa 12 soat. Xo'p, listlarga keladigan bo'lsa, 3 li list bo'ladi, qora list bo'ladi. 1 yil garantiyasi, 1 yil servis xizmati bo'ladi. Bemalol 150 kvadrat joyga qo'ysalar ham bo'laveradi. Undan tashqari 200 kvadratli, 300 kvadratli katyollarimiz ham bor. Xo'p, undan tashqari mana yasalayotgan joyiga ham to'xtaladigan bo'lsa, svarka apparatlarimizni ham ko'rsatib qo'yaylik. Kantashning pol-avtomat svarka apparat bo'ladi. Mana yasalayotgan joyi mana tayyor, hozir suvlarini ham qo'yib qo'yganmiz. Mana bular bir kun davomida suvning ichida turadi bu narsa. Utechka putechka chiqib qoladigan bo'lsa, qaytadan yana buni spitaniya qilinadi. Qolgan joylarini ko'rib, netib. Xo'p, undan tashqari yana bitta svarka apparatimizni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana tayyorini ko'rsatib o'tib ketadigan bo'lsa, xo'p, samoxod sistemaga ishlayveradi bu narsa. Tayyor samoxod sistema qilsalaring bemalol o'sha to'kpo'ga o'chib qoladigan bo'lsa, bemalol ishlayveradi bu narsa. Faqat tayda eshigini ochib qo'ysalaring bo'ldi bu narsani. Tayda eshigini ochib qo'yasiz, samoxod sistemaga ishlayveradi. To'k-po'k zarilbat. Mabodo svetlari yonadigan bo'lsa, yana o'zi avtomatik yonib ishlayveradi. Mana bemalol ko'rsalaring bo'laveradi. Bu narsalarni ichlarini ham ko'rsatib qo'yaveramiz. Mana ichlarini ham. Listlari uchli qora rossiyskiy listdan bo'ladi. Xo'p, cheklanmagan miqdorda bor. Xo'p, 150 kvadratligimiz 7 million so'm, 200 kvadratligimiz 8 million so'm, 300 kvadratligimiz 9 million so'm bo'ladi. Cheklanmagan miqdorda bor. Eng qizig'i bizda bukiladigan narsalarimiz stanoylarimizda bukiladi. Mana maketini ko'rsatib o'tib ketayim. Mana qirg'oqlarni ko'rsalaring, mana tumalaq qilib, oysimon qilib bukilgan. Bu narsani qo'lda bunaqa qilib bukib bo'lmaydi-da bu narsani. Faqat stanoyda bukiladi. Lazer apparatlarimizni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana o'zi kesishni boshlashdi, mana kesyapti mana. Bemalol ko'rsalaring bo'laveradi mana. Listlarimiz mana qora rossiyskiy listdan bo'ladi. Mana gibkamiz o'sha biz aytayotgan razmerda chiroyli qilib bukib beradi. Mana men bukilgan anaqasini ham ko'rsatib beraveraman sizlarga. Tayyorini mana ko'rsalaring bo'laveradi. Bu tumalaq qilib, oysimon qilib bukib berilgan bu narsani. Kimga mana shunaqa katyollar zarur bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Dastavkalarimiz bor. Shahar markazlariga bepul yetkazib beramiz. Shahar markazlaridan uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, yo'l kirasiga jicha-picha qo'shilib qolishi mumkin. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi.